Umid qanotlari jamoasi yil boshida kimga yordam berdi? Fuqarolarimiz jamoamiz haqida qanday fikrga ega? Kelinglar, bu haqida keyingi qahramonimiz gapirsin. Assalomu alaykum. Meni ismim Hursan Ali. Yoshim 75 da, Yuqori Chirchiq tumanida turaman. Men 3 yildan beri o'z muammolarimdan qiynalib yechim topa olmay yurgan edim. Umid qanotlari jamoasiga murojaat qilgan edim. Bular tez muddatda meni muammolarimni yechishga yordam qildi. Menga Umid qanotlari jamoasini Mamlakat ismli ayol taklif qildi. Shu yuzadan sizlarga har qanday muammolar bilan Umid qanotlari jamoasiga murojaat qilishingizni taklif qilaman.